Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida savdo qilib pul ishlashga harakat qilamiz. Demak, bundan oldingi videoda balansimizda $420 atrofida pul bor edi. Sizlar bilan birgalikda o'tgan videoda $100 daromad qilgandik. Bugun sizlar bilan daromad qilishga harakat qilamiz. Demak, men o'zimning kanalimda videoroliklarimda qanaqa qilib savdo qilaman, nimalarga ahamiyat beraman, nimalarni ishlataman, shular haqida sizlarga video obzor qilib chiqaraman. Aniq manaqa strategiya yoki manaqa taktika bilan pul ishlaylar demayman. Asosiysi bozor holatiga qarab biz taktika va strategiyani o'zgartirishimiz kerak. Demak, ko'rib turganingizdek biz audio USD valyuta birligida turibmiz. Balansimizda $535 bor va biz bozor holatini birinchi bo'lib uzoqroqdan ko'rishimiz kerak. Uzoqroqdan ko'rib bemalol biz bozorni analiz qilishimiz mumkin. Demak, D1 ga o'tamiz. Bu yerdagi holat ko'rib turganingizdek повышающий trend bor. Bozor tepaga qarab harakatlanyapti. Kelinglar, shu yerda biz 1 minutdan 4 minutgacha tepaga qarab сделкалар ochib qo'yamiz. Nega desanglar, повышающий trend bozor bitta mana ko'rib turganingizdek bu yerda atkat bo'lgan, qizil switch yon bergan va sekin bozor уже tepaga qarab yurishni boshlayapti. Demak, 30 minutlik time frame da bozor impuls bilan pastga qarab yurib ketdi. Hozirlarga buni yaqinroqdan ko'rsatib beraman. 1 minutlik time frame ga o'tsa, bozor bizga yaxshigina pastga tushib ketdi. Ya'ni bozorda volatilность katta. Hozir bizning minusga ham, plusga ham olib kirib ketib qolishi mumkin. Nega desanglar, ko'rib turganingizdek bu yerda impuls bilan pastga tushgan va ya'ni bozor impuls bilan tepaga qarab yurib bergan. Agar bu сделкаlarimiz bizga minusga yopilsa, biz bu valyutni parani o'tkazib olishimizga to'g'ri keladi. Aytib o'tganimdek, volatilность juda katta. Bu yerda уровень поддержкаga bozor qarab kelyapti. Demak, kelinglar, bu yerdan $80 ga bitta yana 1 daqiqaga tepaga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Nega tepaga desanglar, chunki impuls bilan уровень поддержкаga keldi, soyasi bilan buzib o'tdi va yana sekin bozor tepaga qarab yurib berish kerak. Demak, mana shu yerda biz bitta tepaga qarab ochamiz, yana bir marta tepaga qarab ochsak bo'ladi, chunki bozor bizga yana impuls bilan tepaga qarab ochilib berish kerak bu switch. Chunki bundan oldin ham xuddi shu holat takrorlangan. Demak, impuls bilan pastga tushib bergandan keyin bozor yana impuls bilan tepaga qarab yurib bergan. Hozir sal pastroqda ochmoqchi edim, bozor yurib ketdi va bozor teparoqda сделкamizni ochib qo'ydi. Demak, bu holatlarni bemalol kuzatsak bo'ladi. Yana pastga qarab yurib ketishi mumkin. сделка bo'limiga o'tsak, bu yerda ko'rib turganingizdek bizani $80lik сделкаlarimiz asosiy сделка hisoblanadi. Chunki buni bu minuslarimizni qaytarish uchun biz $80lik сделкаlar ochdik. Demak, bozor pastga qarab tushib keta olmayapti, lekin tepaga qarab ham yura olmayapti. Bu yerda eng maksimum liniyasidan tushib o'ta olmagani uchun bozor hozir tepaga qarab yurib berish kerak bizga. Demak, birinchi $80lik сделкamiz yopilishiga 8 soniya qoldi. Buni holatini kuzatamiz. Bizga скорее всего plusga yopilib berish kerak, chunki volatilность katta, lekin ko'rib turganingizdek bozor pastga qarab yurishni davom etyapti. Agar hozir oxirgi уровень поддержкамizga ham kelsa, biz bemalol tepaga qarab сделка ochishimiz mumkin. Demak, mashlarga kelganda biz bemalol tepaga qarab сделка ochsak bo'ladi 1 daqiqaga. Kelinglar, volatilность katta, shunga qaramasdan biz 1 daqiqaga tepaga qarab сделка ochib qo'yamiz. Nega desanglar, bu yerda уровень поддержкаga oxirgi уровень поддержкамizga bozor yaqinlashyapti. Mana keldi. Уже sekin tepaga qarab yurish kerak. Hozir bizda og'ir savdo bo'lyapti, ya'ni riskoviy savdo bo'lyapti, chunki ko'rib turganingizdek strategiya bo'yicha bozor tepaga qarab yurish kerak edi. 1 kunlik time frame da повышающий trend bor edi, lekin bozor o'zini holatini o'zgartirib pastga qarab yurib ketishni boshlayapti. Demak, bu сделкamiz yopilishiga 30 soniya qoldi. Kelinglar, videoni tezlashtirib biz natijani kuzatamiz. Mana bizning $215lik сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga 100% plusga yopildi. Demak, balansimizda $413 bo'ldi. Kelinglar, biz yana bitta riskovniy targovlar qilamiz. Yana bir marta vabank qilamiz va agar bu vabankimiz ham o'tsa, bizga yaxshi plus berishi mumkin. Yana biz tepaga qarab сделка ochsak bo'ladi. Nega tepaga desanglar, chunki bozor meni hisobim bo'yicha уже maksimalniy pastga tushib bo'ldi. Уровень поддержкani tegdi, undan ozgina o'tdi deb ham hisoblasak bo'ladi. Yo'q, hali o'tmabdi. Rovna mana shu liniyaga kelib bozor уже bizga tepaga qarab yurish kerak. Lekin bunaqa volatilnosti katta bo'lgan valyutni paralarda sizlarga сделка ochishni tavsiya etmayman. Oxirgi soniyalarda ham bizani сделкamizni minusga yopib olishi mumkin impuls bilan yurib. Agar sizlar mana shunaqa katta volatilnosti bor valyutni parani ko'rsanglar, sizlarga bu valyutni parani o'tkazib olishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Agar balansinglarni ko'tarmoqchi bo'lsanglar, bunaqa valyutni parada minusga kirib ketishinglar mumkin.
Demak, ko'rib turganingizdek bozor pastga qarab uncha yurolmayapti. Bizning сделкamiz yopilishiga 15 soniya qoldi. Agar bu сделкamiz bizga plusga yopilsa, biz yaxshigina foydaga chiqib olishimiz mumkin. Demak, oxirgi soniyalar, lekin bozor biza сделка ochgan liniyadan pastga tushib keta olmayapti. Volatilность o'ta yuqori, minusga yopib olishi ham mumkin, lekin bizning сделкamiz ko'rib turganingizdek plusga yopildi. To'g'ri, bugun qo'rqinchli savdo bo'ldi, risk o'ta katta bo'ldi. Bizning balansimizda 793 dollar bo'ldi. Videoni boshida 535 dollar bor edi. Qancha foyda qilganimizni kommentariyaga yozib ketishinglar mumkin. Demak, ko'pchilik aytayapti, bizning shotimiz demo shot ekan, lekin bu yerda yozib qo'ygan, ko'rib turganingizdek KT real deb yozib qo'ygan. Biz real shotda savdo qilamiz. To'g'ri, ko'pchiligiga o'xshab qo'rqib yoki cho'chib savdo qilmaymiz. Nega desanglar, uje bu sohada bizning tajribamiz ancha, ya'ni biz o'zimizni psixologически tayyorlab olganmiz, ya'ni 3-4 yildan beri savdo qilganmiz. O'shaning uchun qo'rqish, cho'chish bizda bo'lmaydi. Agar bu depozitimizni minus qilib olsa, ya'ni bemalol depozit qilib, keyingi targovlarimizda biz bemalol minuslarimizni qoplab olishimiz mumkin va bunaqa vaziyat ko'p bo'lgan. Bizda ham katta minuslar bo'ladi, keyin sekin-sekin psixologiyani joyiga qo'yib, 3-4 kun dam olib, keyin depozit qilib, bemalol minuslarimizni qoplab olsak bo'ladi. Agar sizlar ham 3-4 yil mana shunaqa sohada yursanglar, uje sizlar bemalol bozorni qatga yurishini, qanaqa harakat qilishini bemalol o'rganib olasizlar. Agar buni demo shot deb o'ylasanglar, bemalol bundan oldingi videolarimizni ko'rib chiqishni tavsiya etaman sizlarga. U videoda men to'liq ko'rsatib o'tganman, qanaqa qilib demo shot, qanaqa qilib real shotni ko'rsish mumkinligini. Ya'ni aytishinglar mumkin, senda AI trading yo'q deyishinglar mumkin. Buni bemalol nastroykadan o'zingizlar nastroyka qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar AI tradingga chiqarib olsanglar bo'ladi, xohlasanglar olib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni men AI tradingda savdo qilmaganim uchun uni olib tashlaganman. Buni bundan oldingi videolarda qanaqa qilib olishni, qo'yishni ham ko'rsatib o'tganman. Demak, agar xuddi shunaqa sizlarga targovli sessiyalarning mana shunaqa videolari qiziq bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga har doim o'zimiz qanaqa savdo qilamiz, qanaqa pul ishlab boramiz, qanaqa psixologiya qilamiz, shularni kanalimizda video qilib ko'rsatib boramiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, bizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab olasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.